Bitta qo'lingiz qaltirayapti, dirmachi. IQ. Injiq misol desam xato bo'ladi. Bitta oson misollardan biri. Qarang. Bizdan shu beryapti-da va mana uni top deyapti. Bo'ldi-dik. Ma'lumotlar har birini olib raqamlarni qo'shasiz. 4. Buni ham oldingiz. Qo'shdingiz. 7 va 28 4 ko'paygan 7. Shu qonuniyat bo'yicha ishlanadi. Bunda endi raqam bitta bo'lgani uchun 4 olamiz. Buni raqamlari yig'indisi 6. 6 kere 4 esa 24 beradi. 11 raqamlar yig'indisi 2. 27 raqamlar yig'indisi 9. So'rog'imiz bo'lsa 2 ko'paygan 9 bo'ladi va qiymati 18 bo'ladi. Ha, javobda turibdi. O'ta ham oson misol. Bitta qo'lingiz qaltirayapti, dirmachi. Xo'p, bitta ikki misol. Shu. Endi buni yechish oson yo'li bor. Ya'ni bizda mana A ni va B ni topdik. Qiladigan ishimiz boshdan boshlab ketyapman. 8 ga 3 ni qo'shib 2 ga ko'paytirdim. Va mana javob kelib chiqadi. 8 dan 3 ni ayirib 2 ga ko'paytirsam bu javob kelib chiqadi. Va shu qonuniyat bo'yicha ishlaymiz. Eng qiziq bizda holat bo'yicha qarang, 66 ma'lum. Bu qanaqa bo'ladi? A ga 8 ni qo'shib turib 2 ga ko'paytirsam kelib chiqadimi? Bu degani 66 ni 2 ga bo'laman, 8 ga ayirayman. Shunda A ning qiymati 25 bo'ladi. Endi 25 ga 8 ni qo'shib turib 2 ko'p ana xato deydi. Xo'p. Mayli, ketaveradi. 25 dan 8 ni ayirib 2 ga ko'paytirib qo'yamiz va javobimiz 25 va 34 chiqadi. Bo'ladimi?